Amerika olimlari Xitoyning g'arbida 100 dan ortiq yadro boshqarilgan bomba iskalati yasalayotganligini oshkorladi. Amerika olimlar birlashmasi tomonidan tayyorlangan dokladda Sharqi Turkistonning sun'iy hamrohdan tortilgan rasmiga asoslanganda rayonning 110 ambarini o'z ichiga oladiganligi bayon qilingan. Dokladda rayonda 14 ambarning tamomlanganligi va 19 ambarning yerining tayyorlanganligi bayon qilingan. Afg'oniston talibanlarining Qatardagi siyosiy ishxonasining boshlig'i Molla Buradar boshchiligidagi Taliban vakillari umiki Xitoyda 2 kunlik ziyoratda bo'layotgan bo'lib, 28-iyul Tianjinda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Hindiston ziyorati jarayonida ikki davlatning demokratik qimmat qarashidagi va'dasini ta'kidladi va bu va'daning ikki taraflik munosabatning asosiy ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Ministr Blinken Hindistondagi tunji rasmiy ziyorati jarayonida Tibetning ma'naviy dohiysi Dalay Lamaning vakillarini o'z ichiga olgan fuqarolar jamiyati rahbarlari bilan ko'rishdi. Turkiyadagi o'xshamagan advokatlar jamiyatiga tava 100 advokatning Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulm va assimilyatsiya siyosatini o'z ichiga olgan ariz iltimosi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi bu iltimosni 2022-yil 2-oyning 14-kunidan 18-kunigacha Jenevada o'tkazilgan 29-qatimliq yig'inda qarab chiqdi. Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi mayda bergan tavsiyasini o'zgartib, vaksina emlangan kishilarning yipiq muhitlarda maska taqishini tavsiya qildi. Amerikada kundalik yuqumlanuvchilarning soni 4-oydan buyongi eng yuqori saviyada turmoqda. Xitoyning g'arbiy shimolidagi Dunhuang shahri qum bo'roniga taslim bo'ldi. Gobi qumliqiga joylashgan bu shahar bo'ronning ta'siridan shakllangan 100 metrga yaqin egiz qum tom tarafidan yutib olindi. Tokio 2020 Olimpik tanarakat musobaqasining erlar basketbol guruhida Amerika 66-120 natija bilan Ironni mag'lub qildi. Musobaqa boshlangandan tortibla raqibiga qarshi afzallikni saqlagan Amerika guruhdagi tunji g'alabasini qo'lga keltirdi.